Assalomu alaykum. Yana bir bor yaxshimisizlar, podpischiklarim, qadrdonlar, kranchilar. Ana Abedgachadan bo'lib, Abeddan keyin ishni boshladim. Hozir ish jarayonini ko'rsataman sizlarga. Ana kabelni bular o'chib kezadi. Podstansiya-ku kabellarni o'tkiradi ana. Kabellar o'tgan suvlar ana shularda o'tkiradi, tepaga ham bor. Ana bu obyektimiz ana yaqindan ko'rinishi. Buni oldingi videoga uzoqdan ko'rsatgandim. Ana shu baraban hozir 1,5 tonna. Ana shu hamma barabarlar bo'lgan. Ana shularni hammasini ko'tarib o'chadi, ana latobning ichiga tashlab chiqadi kabellar. Ana shu ish jarayoni. Yana bitta podpischiligimiz bugun oxirgi qo'ygan videoni yozibdilar, oylik qancha bo'ladi, shogird olish qanday bo'ladi. Agar adashmasam bundan oldingi videolarimga, ikkinchi, uchinchi darslarimga ma'lumot bergandim. Shogird tushish, qanaqa dokumentlar kerak, nima qilish kerak, besa prava kerak uchun, keyin ana shu guvohnoma kerak kranchilik haqida. Keyin shogird tushib bemalol o'rgansa bo'ladi. Agar kim qiziqsa tez o'rganib ketadi. Kimdir 20 kunda o'rganadi, kimdir 1 oyga, kimdir 2 oyga o'rganadi. Hamma har xil vaqtga o'rganadi. Endi oylik har xil bo'ladi. Bu foizga bo'lishi mumkin. Agar pitakka ishlasangizlar, o'rganib, masalan, bir kunga 2 millionlik ish qilsangizlar, o'sha 2 milliondan hamma joyga har xil dogovor bo'ladi. 12% ga ishlanadi, 10% ga ishlanadi. Masalan, 2 million ishlasangizlar kuniga, o'sha 2 million 12% sizlarga yoki 10% dogovor qilingan foiz sizlarga qoladi-yu, qolgan pulni kran egasiga berasizlar. Ish bo'lmagan kunga oylik chiqmaydi, pul bermaydi sizlarga. Minus tarafi ana shu. Lekin anaqa katta mana ishlayotgan obyektlarga krandan tonnasidan kichigidan boshlab kattasigacha har xil bo'ladi. Masalan, eng kami ish kunlik ish hisoblasak 300 mingdan 500 minggacha bo'ladi. Masalan, katta kranlar 100 tonnaliklar bor, 20 tonnalik bor, 85 bor. Ana ularga 400, 450 shu atroflar beradi. 200 tonnaliklar bor, 150 bor. Bu katta kranlarga 500, 550 dan kuniga ketaveradi. Endi kunlik bo'lgan 300 ming bo'lsa, bir oyga hisoblaysizlar, 300 mingdan 400 kunga 9 million bo'ladi. Agar 350 mingdan bo'lsa, 10,5 million bo'ladi. 400 mingdan bo'lsa, yana 1,5 million qo'shilib ketaveradi. 12,5, 13 million, 14 million, 15 million bo'laveradi. Ana shunaqa gaplar. Like, podpiskani bosib turinglar. Videolarim qiziq bo'layotgan bo'lsa, ma'lumotlarim foydali bo'layotgan bo'lsa, nasib bo'lsa aytganimday yaxshi videolarni qo'yib boraman bundan keyin. Hammaga omad, sizga daromad. Kimni nima savol qiziqtirsa, kommentariyaga yozinglar, men javob beraman. Mayli, charchamanglar.